Iste'molchilarimiz tarafidan hamyonbop, sifatli nasos so'raganlarning diqqatiga shunaqasi bor. Hammaga salom, ismim Ismoil. Bu Izoh sizdan loyihasi. Duka nasoslari mavjud. Hozir sizlar bilan qadoqdan ochib ko'ramiz. Ikki qismidan ekspluatatsiya kitobi, kafolat taloni, qo'shimcha vintlari va simlari mavjud. Rotorni transportirovkadan saqlash uchun mana bunday olib qo'yilgan bo'ladi. Nasosimiz mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Bu aynan Vilo nasoslarining o'rniga analog hisoblanadi. Gaz isitish qozonida asosiy vazifasi tizimni bosim yaratib berish va isitish tizimidagi suvni muntazam aylantirib berish. Nasoslarning turiga qaraydigan bo'lsak, ular ikki turga bo'linadi. Birinchisi ho'l rotorli, ya'ni bu ko'rinishda bo'ladi. Ikkinchisi esa quruq rotorli. Quruq rotorli nasoslar asosan sanoat nasoslarida ishlatiladi. Undan tashqari esa gaz isitish qozonlarida, Koreyada ishlab chiqarilgan gaz isitish qozonlarida ham o'rnatilgan bo'ladi. Ho'l rotorli nasoslar esa Yevropada, undan tashqari esa Turkiyada ishlab chiqarilgan gaz isitish qozonlarida o'rnatilgan bo'ladi. Duka nasoslari haqida gaplashadigan bo'lsak, dunyo bo'yicha o'zi ikkita brend bor. Dunyo tan olgan brend Vilo va Grundfos. Vilo Germaniya mahsuloti, Grundfos esa Daniya mahsuloti. Vilo turdagi nasoslar uchun analoglar mavjud. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu soat strelkasi bo'yicha rotor aylanadi. Yonidagi esa soat miliga teskari. Grundfos nasoslari uchun Duka nasoslaridan analoglar ham mavjud. Undan tashqari Duka nasoslarida Koreya mahsulotlari uchun ham mana bunday analoglar mavjud. Aynan bu holatdagi nasoslar orqa qismi bilan sotiladi. Sababi aynan bu holatdagi nasoslarning ichki rotori quruq holatda bo'ladi. Duka nasoslari esa shovqinsiz ishlaydigan ho'l rotorli nasoslarni bunday holatda orqa qismi bilan ishlab chiqargan. Ya'ni eski holatidagi shu Koreyada ishlab chiqarilgan nasoslar shovqin bilan ishlayotgan bo'lsa, aynan bu nasoslarni qo'yadigan bo'lsanglar, shovqini to'xtaydi. Iste'molchilar tarafdan bizga juda ham ko'p qo'ng'iroqlar bo'ladi. Nasos kerak deb. Biz ulardan so'raydigan narsamiz, ularning nasosi Vilo turidagimi yoki Grundfos turidagimi? Agarda Vilo turidagi bo'ladigan bo'lsa, ulardan yana so'raydigan narsamiz, soat strelkasi bo'lyapti yoki bu nasosga o'xshab soat strelkasiga teskarimi? Shuni bilib olishimiz kerakki, soat miliga teskari nasoslar Bosch, Buderus, Praterim, Vaillant, Sanyol Dual gaz isitish qozonlarida o'rnatilgan bo'ladi. Boshqa gaz isitish qozonlarida esa soat mili bo'yicha aylanadigan rotorli nasoslar o'rnatilgan bo'ladi. Undan tashqari ulardan so'raydigan yana bitta bizga kerak bo'lgan axborot shundan iboratki, pastki qismida yozilgan bo'ladi. 15 ga 5, 15 ga 6 yoki 15 ga 7. Bu nima degani? 15 degani uning orqa qismida ulanadigan ulitka deb nomlanadi, plastmas qismi. Uning tepa qismidagi diametri, ya'ni quvur o'rnatiladigan diametri. Aynan o'sha narsa 15 deyiladi. 5 esa 5 metr balandlikka suvni ko'tarib bera oladi. Ya'ni gaz isitish qozonlarida uning kilovatiga qarab nasoslar unga tanlanadi. Ya'ni 12-24 kilovatli gaz isitish qozonlarida 15 ga 5, 30 kilovatli gaz isitish qozonlarida 15 ga 6 va 35 kilovatlikda esa 15 ga 7 qo'yiladi. Aynan shuni ham noto'g'ri tanlanib, katta nasosning o'rniga kichkina nasos o'rnatiladigan bo'lsa, ba'zi bir hollarda gaz isitish qozonlarida qaynab ketish holatiga ham tushib qoladi. Shuning uchun iste'molchilardan so'rab qolardik, bizga ma'lumot berayotganingizda qanday turdaligi, rotor qaysi tarafga aylanishi va qaysi modeli bo'yicha so'rasanglar, biz ham sizga o'sha mahsulot bo'yicha tanlab beramiz. Grundfos turdagi nasoslarga keladigan bo'lsak, juda ham ko'p hollarda soat miliga teskari
rotorlar o'rnatilgan bo'ladi. Endi ba'zi bir gaz isitish qozonlari, ya'ni Starklima, Ferroli kotелlarda soat mili bo'yicha aylanadigan rotorlar ham qo'yilgan. Shuning uchun bu bo'yicha ham iste'molchilardan so'rab qolardik. Qanday nasos sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, yoki Telegram orqali bizga rasmini tashlab bering, yoki telefon orqali shu aytayotgan axborotlarni bizga bersangiz yaxshi bo'ladi. Grundfos turdagi nasoslarda ham 15/5, 15/6, 15/7 turlari mavjud bo'ladi. Endi rotorlar haqida gaplashadigan bo'lsak, Vilo turdagi rotorlarning ko'rinishi ayni shu holatda bo'ladi. Duke brendidan rotorlar ham mavjud, Vilo turi uchun va Grundfos turlari uchun ham mavjud. Endi yana savollar bo'ladi bizga. 15/5 modeli 15/6 ga tushadimi yoki 15/6, 15/7 ga tushadimi degan savollarga javob tariqasida aytishim mumkin, bir-biriga tushmaydi. Sababi 15/6 rotorlarimizning diametri 40 mm bo'ladi, uzunligi 15/5 bilan bir xil bo'ladi. Ammo bu diametri ikki xil bo'ladi. Shuning hisobiga olib bir-biriga ular tushmaydi. 15/7 rotorimizda esa 15/6 ga o'xshab diametri 40 bo'ladi, ammo buning uzunligi bunga nisbatan uzun bo'ladi. Shuning uchun 3 ta turdagi rotor ham bir-biriga tushmaydi. Shuning uchun sizlardan so'rab qolardik, rotor kerak deb aloqaga chiqadigan bo'lsanglar, uning modeli va 15/5, 6 yoki 7 ligi haqida bizga to'g'ri axborot bersanglar, biz sizga aynan nima kerakligini bemalol aytib bera olamiz. Endi Duke brendining rotor haqida gaplashadigan bo'lsak, Duke rotorlari ichki qismi keramika materialidan ishlab chiqarilgan bo'lib, bu aynan nasosning ichida uzoq muddat ishlab berishiga kafolat bera oladi. Bizga yana savollar bo'ladi, aynan nasoslar haqida. Faqatgina dvigatel o'zi sotiladimi deb? Yo'q, faqatgina dvigatel sotilmaydi. Ularga yana alohida mana ulyutkalar ham sotiladi. Har xil gaz isitish qozonlari uchun o'ziga yarasha har xil turdagi ulyutkalar mavjud, ya'ni shu nasosning orqa qismlari. Ular ham bizda alohida sotiladi. Keyin yana savollar berishadi, nasosni rotor aylanyapti yoki aylanmayotganini qanaqa tekshirsa bo'ladi deyishadi. Juda ham ko'p holatlarda servis markazi xodimlari haligacha o'rtadagi tangachani yechib, atyorkani tiqib tekshirishayotgan ekan. Bu уже eskirgan uslub. Hozirgi kunda esa buni boshqacha yo'llari bor tekshirishni. Hozir sizlarga uni ko'rsatib beraman. Sizlarga bunda kerak bo'ladi, mana bunaqa magnitli tekshiradigan vosita bo'ladi. Hozir sizlarga nasosni yoqamiz va shu orqali rotor aylanyapti yoki aylanmayotganini tekshirib ko'rsatib beramiz. Bu kichkina magnitli qurilmamizni nasosning o'rta qismiga qo'yamiz va nasosni ishga tushiramiz. Mana ko'rishingiz mumkin, o'rta qismiga qo'yadigan bo'lsak, magnit ham aylanyapti. Mana oson aylanmaydi. Qo'yishni aylanayotganini shu orqali bilib olsak bo'ladi. Duke nasoslarining O'zbekistondagi yagona rasmiy dileri Botermi korxonasi bo'lib, aynan ishlab chiqaruvchi tomonidan rasmiy kafolat bera oladi. O'zbekiston hududida yana biz ko'ryapmiz. Mana bunday bu ham Duke brend, ammo Duke korxonasidan sotib olinmagan, ya'ni boshqa yo'llar bilan sotib olingan, balki boshqa yo'llar bilan kirib kelgan bo'lishi ham mumkin. Pastki qismini ko'radigan bo'lsanglar, seriya raqami o'chirilgan. Ya'ni bu mahsulotga rasmiy kafolat ular bera olmaydi va o'zi unga haqqi ham yo'q. Bunday holatdagi seriya raqami o'chirilgan nasoslarni xarid qilsangiz, rasmiy kafolat unga berilmaydi. Agarda siz sifatli va rasmiy kafolatga ega Duke nasoslarini xarid qilmoqchi bo'lsangiz, unda bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Biz har bir nasos uchun sotayotganimizda mana bunday kafolat taloniga o'zimizning muhrimizni qo'yib, sanasi, oyi, yilini yozib, har bitta mahsulotning ichiga solib beramiz. O'zbekiston hududi bo'ylab sotib olmoqchi bo'lsangiz, har bir regionda bizning o'zimizning subdilerlarimiz mavjud. Aynan bu muhr bo'lmasa, bizning subdilerlarimizning muhrlari ham mavjud bo'ladi. Qaysi regiondan sotib olsangiz, har bir dilerimizga biz rasmiy kafolat berganmiz. Ularga uchraydigan bo'lsangiz, sizning muammongizni hal qilib berishadi. Keyingi videolarimizda boshqa gaz isitish qozonlariga analog ularga tushuvchi Duke nasoslari haqida gaplashamiz.